Demak, ota-onani yurishtirishi bolaga ta'siri. Demak, masalan, men hozir uyga borib, kompyuterda ochib, o'yinga kirib, o'yin o'ynab o'tirsam, men igromaniya kasalligiga mahkum bo'laman. Buni ko'rgan bolam yoshligidan buni to'g'ri deb o'ylaydi va u o'zi ham mana shunday o'yinni o'ynashdi va buni to'g'ri deb hisoblaydi va bu o'yin girdobiga kirib ketganini. Ba'zi hollarda esa, ba'zi bir xillar esa pulli o'yinlar o'ynayapti hozir. Chunki buni ota-onasi o'yin o'ynab o'tiribdi-ku, bu ham o'yin-ku. Pul to'lasa nima qilibdi? Ota-onasi ham biron bir joyga pul to'layapti-ku shu o'yinga. Demak, bola buni yomon deb hisoblamaydi. Biz allaqachon qimor yomon deyishni to'xtatib qo'yganmiz. Bizni miyamizga qo'yib qo'yishgan o'yinlar orqali. Va biz ba'zi bir insonlarni bolalari shu qimorga kirib ketyapti. Bu o'ziga xos epidemiya darajasiga o'tyapti. Demak, meni umr yo'ldoshim bilan munosabatim buzilyapti. Nega men o'yinda o'tiribman? Nega umr yo'ldoshim keladida, "Mana uni qilib bering, buni qilib bering, qayerga boramiz?" U bo'lsa, "To'xtab turing, men bilan o'ynab oling." Buni bolam ko'ryapti. Dadam zo'r ekan. Bir narsa o'yin o'ynayapti ekan. Qarabsizki, bir yildan keyin bolangiz ham xuddi shunaqa o'tirdi. Bolam bir joyga boramizmi? Hozir deb o'tiradi. 100% takrorlaydi. Demak, siz ayolmisiz, erkakmisiz, sizni holatingiz, sizni yurish-turishingiz, sizni kechinmalaringiz bolaga yuqadi. Demak, siz o'zingizni to'g'rilashni boshlashingiz kerak. Bir bola yoshligida ota-onasi rosa urush janjal qilganda ich-ichida meni deb urishyapti ota-onam deb o'ylagan ekan, qarang. Ba'zi bir xillar bor, otasi ichib keladida, boyagi bola ham sal katta bo'lgandan keyin otam ichgan, men ham ichaman deb boshlaydi. Ba'zi bir xil bolalar esa otasi ichib kelgan bo'lsa, bu aksincha ichmaslikni boshlaydi. Nega? Birinchi bola otasiga simpatiyasi bo'lgan. Ya'ni otasini yoqtirgan ko'proq otasini kimdir deb o'ylagan. Bu otasi ichib kelgan. Shuni yuqtirib olgan va ichish to'g'ri ekan, ichish yaxshi ekan, men ham otamga o'xshab ichaman degan. Ikkinchi holatda esa ma'lum bir sabablarga ko'ra otasi ichib kelib onasini urgani uchun bu bolaning ichida onaga rahm shafqat kuchayib ketgan va otasiga o'xshashni xohlamay qolgan. Demak, bitta xulq-atvoringiz har xil hissiyotlarni, har xil holatlarni, har xil munosabatlarni keltirib chiqaradi. Eng qizig'i ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bizga taqlid qilayotgan bolamiz biz qilgan ishni 100% takrorlaydi va buni yomon deb o'tirmaydi, chunki uni miyasi otang qilyapti, onang qilyapti, demak filtr qilmasa ham bo'laveradi. Shunday yuqtirib olaver degan programma bor, instinktivniy o'zbekchasiga aytganda. Demak, bizning vazifa, qadrdonlar, o'yin o'ynayapsizmi? Demak, siz o'yin o'ynashga mahkum bo'lyapsiz, o'yinni quliga aylanyapsiz. Bu o'yinlar shunaqa tuzilgan. Mana telefon, gadjetlar shunaqa tuzilgan. Siz shuni quliga aylanasiz, qadrdonlar. Tasavvur qiling. Siz uyingizda o'tirganingizda necha martalab hammanglar telefonda o'tirganinglarni kuzatyapsiz. Necha marta boshida "Ya, shunaqa bo'lib qopti" deb bir, hozir esa buni oddiy hol, hamma o'tiraversin. U sekin-sekin sizlar telefon orqali gaplashyapsizlar. Oldingizda o'tirib telefon orqali gaplashyapsiz. Narigi xonada o'tirib telefon orqali gaplashyapsiz. Sekin-sekin telefon orqali gaplashasiz. Bir-biringizni ko'ra olmaydigan bo'lib qolasiz. Bir-biringizni ko'rsangiz tushunmaysiz. Bir-biringiz bilan gapingiz kelishmaydi. Telefonda kirib olasiz. Nega desiz, telefonda siz o'zingizga buni qanday ko'rishni xohlaysiz, shunday qilib yaratib olgansiz mana bu yerda. Orangiz buzilib ketib, ertaga bir o'zingiz qolasiz, faqat telefon qoladi, siz qolasiz. Yovvoyilashasiz va sizni boshqarishdan oson ish bo'lmaydi dunyoda, qadrdonlar. Telefon o'chib qolsa, tutqan og'iz tutib, kasal tutib qoladi. Telefon yonib, sizga keyin telefon orqali siz bemalol boshqarib o'tirishadi. Tezroq biz o'zimizni manqurtga aylanishdan to'xtatishimiz, tezroq o'zimizni zombi bo'lishdan to'xtatishimiz lozim. Sizni fe'l-atvoringiz 100% farzandingizga ko'chadi.